deysan? 500 so'm. Ama 200 so'mga, bu 200 so'mga sotadi hozir menga. Qani pul yaxshimikan, odam yaxshimikan sezamiz. Agar 200 so'm bo'ldi uka, bo'pti. Xo'p, mayli, hayır, bo'pti. Bo'pti. Keng. Aka xursandmisiz? 200 so'm qo'shaman. Bitta xolasingiz bering. Gap aka 11 ming beraman aka o'zim. 200 so'm qo'shaman aka, 10.700 so'm, 11 ming olasiz aka o'sha yerdan pulni. 200 so'm aka ol deysiz yo olman. Xolasingiz bering aka. Yana bitta va gapiribman, mendan xafa bo'lmaysiz, aka ukachiligim bor. Ash 300 so'mga olmasangiz, vaqti siz bilan savdo qilmayman aka. Yo, xolasingiz bering aka. Aka, menga qarang, sotsangiz mendan qet ko'tariladi. Yana men eshiting aka, jonim akam eshiting. Sotsangiz 11 ming sotasiz aka. Sotsangiz aka. Men sizga aytyapman, bersangiz bering aka. Sizga men hali kerak emas, siz menga keraksiz. Ikkovimiz bir-birimizga kerakli odammiz aka. Bersangiz, sotsangiz 11 ga sotasiz. Men o'shani 11 ming o'zim sotay aka. Bersangiz aka, omadingizni bersin. Ya'ni va'da beraman, xudo xolasa aka ko'raman. Akmaldo, Akmaldo, pasbaland bo'lib qoldik. Akmaldo. Telefon yo'llarda ko'rishaman, somsaxonalarda ko'rishaman.